Hamma Dubay deyishadi, lekin aslida Dubayni shundoqqina biqinida undan ham ko'ra kelajakda o'sish potensiali yuqori bo'lgan yangi shahar qurilyapti. Ya'ni qo'shni amirlik Quvaynining markazi qurilyapti. E'tibor bering o'rtoqlar, naqadar go'zal, naqadar chiroyli. Bu yerga investitsiya qilish o'rtoqlar faqatgina aqlli investorlarga xos bo'lgan qaror hisoblanadi. Kelajakda bu yerning o'sish potensiali juda katta. Qulayliklarga e'tibor bering. Baland qavatli binolarning ustida joylashgan basseynlar, dam olish majmualari, kelajakda yirik kompaniyalar uchun ofislari ham aynan mana shu yerda joylashgan bo'ladi. Sababi ushbu amirlik ham juda ham katta imtiyozlar bermoqda investorlarni jalb qilish uchun. Bu yerda boshlang'ich narxlar 350 ming dollardan boshlanadi va siz kelajakda 5-10 yildan so'ng bir necha barobar qimmatiga sotish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hozirroq bizga murojaat qiling, biz sizga ushbu proyekt haqida to'liq batafsil ma'lumot beramiz.